Salom hurmatli unar qo'shiq shaydolari, albatta bir ohangga Eid Qurbon muborakini kechtasizlar. Shaxsan Manzilojon Haydarining o'zini farmoyishlariga bu ohanglar ijro bo'ladi. Akasi Najibuloy Ormon, ukasi Milodjon Haydari, aziz do'sti Ne'matuloy Ozorining ham farmoyishi bor. Albatta Firdavsjon Eshonqulzodaning kibur chalmog'iga va shirin ovoziga eshitiniz, sog'likqa yashang. Ey mening qavmu xesh u do'styorim, Eid qurbonlaringiz tabrik bo'lsin. Uzoq joydan bo'lishir sizga armonim, Qurbon bayramingiz muborak bo'lsin. Muborak bo'l kelgan Eid qurbon, xushlik tilinglar hamchinon, xushlik tilinglar hamchinon. Manzilojon Haydarining WhatsApp raqamlari 0090 501 056 75, oxiri ham 11. Faromuz qilmang hurmatli do'stlarim. Sog'inib o'lkamni g'amim bor dilida, qachon ko'rarman deb ko'zim yo'lda. Men borarman qoldim uzoq manzilida, ota-onam sizga muborak bo'lsin. Muborak bo'l kelgan Eid qurbon, tabrik bo'lsin ota-onajon, tabrik bo'lsin ota-onajon. Firdavsjon Eshonqulzodaning jiridagi ohanglarini Najibuloy Ormonning TikTok va YouTube sahifasidan qo'lga keltira olasizlar. Faromuz qilmanglar. Vatanimning obu havosi ko'p xush, har lahza yod qilib ko'nglim qilar jo'sh. Mardumi dino ham xo'ja sabzqush, Eid qurbonlaringiz tabrik bo'lsin. Muborak bo'l kelgan Eid qurbon, tabrik bo'lsin sizga hamchinon, tabrik bo'lsin sizga hamchinon. Kecha kunduz kuyar ishqingda jonim, bir sani bevoqar har ragda qonim. Turkiya shahridan senga payomim, sevgan yorim Eiding muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin bu Eid qurbon, do'stu yorimga tabrik hamchinon, do'stu yorimga tabrik hamchinon. Manzilo Haydari ko'p qilar armon, musofir yurtidan qolib begumon. Ummati Muhammad tamom musulmon, Eid qurbonlaringiz tabrik bo'lsin. Muborak bo'l kelgan Eid qurbon, tabrik sizga ota-onajon, tabrik bo'lsin aka ukajon.
ایمانی قوم و خوش دوست و یارانم عید قربانینgiz muborak bo'lsin uzoq joydan bo'lishir sizga armonim Qurban bayramingiz muborak bo'lsin muborak bu kelgan idi qurbon tabrik bo'lsin sizga hamchinon tabrik bo'lsin do'stu qadrdon hey